Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz bilan men yana Kamolov Suhrob kanaliga xush kelibsiz. Suhrob Kamolov videosining 5-si, ya'ni mening 5-chi videomga xush kelibsiz. Bu videoda qanday quloqchin olmaslik kerakligi haqida gaplashamiz. Va mana bu ikkita quloqchinni solishtiramiz. Bu $11 Oven Air quloqdan kattaroq kosali quloqchin $11. Mana bu $9. Quloq bilan deyarli bir xil o'lchamdagi kosalari bor. Quloqchin $9 bu. Bu Oven Air turdagi quloqchin. Endi bularni aytib o'tsam. Birinchi o'rinda On Air quloqchindan boshlayman. Quloq bilan deyarli bir xil kosali. Bu quloqchin cho'zaladi, uzun bo'ladi. Abadogida eka-korja va ozgina machalka bo'ladi. Bu quloqqa mana bunday turadi. Faqat bu quloqchin boshida sezilmaydi, ammo yarim soat taqqandan so'ng quloqni qizartirib yuboradi, qattiq qisib. Boshida lekin yengil tuyuladi. Keyin bu quloqchinni bo'yinga taqqanda yuzni qimirlatish yoki bo'yinni xam qilish vaqtida ana bu ikkita kosasi yakka tumshuqqa tegib xalaqit qiladi. Bu quloqchinni deyarli 6 oydan buyon ishlatayotganimga qaramasdan qisish xususiyati yo'qolgani yo'q deyarli. Keyin mana bu Oven Air turdagi quloqdan ham katta kosali quloqchinlar. Bu quloqchinlar quloqdan katta mana bunday o'rab turadi. Faqat tepadagi abadogida machalka ham, material ham bo'lmagani, faqat yelimdan iboratligi uchun boshga uzoq taqsa boshni og'ritadi. 3 oy yoki 4 oy ichida har kun muntazam ishlatilsa, quloqni qisish xususiyati pasayib ketadi. Keyin bu quloqchinning qulaylik tarafi bo'yinga taqqanda mana bunday kosalari qayriladi 90 gradusga. Bo'yinni qimirlatsa ham, xam qilsa ham foydasi yo'q. To'g'rirog'i zarari yo'q. Yakka tumshuqqa tegib xalaqit qilmaydi. Lekin abadogi faqat yelimdan iborat bo'lgani uchun bo'yinni og'ritib yuboradi. Keyin tugmalar farqi. Bu katta quloqchinda $11lik versiyasida 5 ta tugma bor. 5-chalasi ham ancha yaxshi bo'rtgan, topish osonroq. Keyin bu $9lik quloqchinda tugmalari unchalik yaxshi bo'rtmagan, ozgina seziladigan tugmalar. Buni ajratib olish biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Keyin ikkala quloqchinda ham o'chirib yoqish tugmasi. Bitta bossa yonmaydi. Avval 3 soniya yoki 5 soniya bosib turib yoqiladi. Keyin quloqchin yonadi, gapiradi. Telefonga ulanish paytida yana gapiradi ikkala quloqchin ham. Umumiy musiqa boshlangunicha, telefonga to'liq ulangunicha va yongunicha 3 soniya yoki 5 soniya tugmani bosib turish kerak.
Keyin tugmani qo'yib yuborgandan so'ng 8 tagacha inglizcha so'zni eshitishga ham rozi bo'lish kerak. Bu ancha asabga tegadi va juda uzoq vaqt oladi. Keyin ovoz baland-past qilish vaqtida ham tugmalarni bosib turish kerak. Tez-tez bosish yetmaydi. Keyin bu quloqchinlarda ikkalasida ham quvvati tugab qolsa, AUX kabel orqali telefon yoki kompyuterga ulash mumkin. Keyin yana fleshka ulaydigan joy bor. Bu turdagi quloqchinlarda ikkalasida ham. Mana fleshka ulash joyi eskicha. Fleshkani tiqiladi, yarmigacha kirganidan so'ng bor kuch bilan bosilib oxirigacha tiqiladi. Faqat egri tiqib yuborsa quloqchinning ichida butun umrga qolib ketadi. To'g'ri tiqib yuborsa, keyin qaytib chiqarib olish vaqtida tirnoqni uchi bilan fleshkani girdini qattiq ezib bosish kerak. Keyin fleshka o'zi yarmigacha pruzina orqali chiqadi. Keyin qo'l bilan bemalol olish mumkin. Bu qulay tuyuladi, lekin chang tushishi, suv o'tishi muammolari ancha xavfli bo'ladi. Bunaqa fleshka ulash uslubida ikkala quloqchinda ham. Keyin bu ikkala quloqchinni ham quvvatini qanday bilish mumkin? Quvvatga qo'yganda chiroqchasi qizil yonadi. Quvvati to'lsa, ko'k yoki yashil rangda yonadi o'sha chiroqchasi. Ovozli signal bermaydi. Telefonga ham aniq quvvatini ko'rsatmaydi. Ba'zan aniq ko'rsatishi mumkin, lekin ko'pincha aniq ko'rsatmaydi. Ba'zan 30% deb ko'rsatib o'chib qolishi ham mumkin. Ba'zan quvvati tugagan quloqchinni ulab ko'rganda 100% deb ko'rsatish ham mumkin. Bu quvvatni tashlab yuborishidan emas, quvvatni noto'g'ri ko'rsatishidan. Chunki chipi eski qo'yiladi. Keyin yana qutisida 8 soatga quvvat yetadi deb yoziladi, lekin chuchvarani xom sanab qo'yganingizni bilasiz olib ishlatib. To'liq quvvatdan to'ldirasiz, telefonga ulaysiz va mazza qilib 8 soat eshitaman deb o'ylaysiz. Lekin 3 soatga quvvat yetadi bor yo'g'i. Agar past ovozda eshitilsa, 5 soatga yetishi mumkin. Maksimal 5 soat. Undan ko'p emas. Bluetooth masofasi 10 metr yoki 15 metr deb yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin 7 yoki 8 metr masofaga to'siqlarsiz ideal sharoitda zo'rg'a ulanadi telefon bilan. Keyin yana bu quloqchinlarni qulayligi. Mana bu quloqchin 90 gradusga kosalari egiladi. Bo'yinga yaxshi turishi mumkin, lekin sumkaga solib bo'lmaydi. Faqat ingichka, lekin keng joylarga solish mumkin. Mana bu quloqchin to'g'ri 90 gradusga bukilmasligi mumkin tashqariga, lekin ichkariga bukiladi. Mana hozir shunaqa katta quloqchinni ko'rishingiz mumkin, lekin bularni kirgizib bukkanda mana bunday kichik ixcham bo'ladi. Kaftga ham sig'ishi mumkin. Keyin quloqchinlarni telefonga ulash muammosi. Agar ikkita telefon
bitta xonada turgan bo'lsa, quloqchin ham o'sha xonada bo'lsa, avval birinchi telefondan Bluetoothni o'chirish kerak. Agar Bluetoothni o'chirishni istamasa, qidiruv tarixdan quloqchinni butunlay tozalash kerak. Keyin ikkinchi telefondan nima qilish kerak? Ikkinchi telefonga boshqa biror qurilma Bluetooth orqali ulangan bo'lsa, o'sha boshqa qurilmani Bluetooth tarixidan tozalash kerak. Keyin bunaqa quloqchinlarni o'chirib, qaytib yoqish kerak. Keyin ikkinchi telefonga ulash mumkin. Bu ham juda uzoq vaqt oladi. Keyin hisob-kitobga kelsak, aytgancha hisob-kitob oxirida aytiladi, lekin hozir yana texnik kamchiliklarni aytsam, asabingiz chiqib ketishi mumkin. Bunaqa quloqchinlarni, arzon quloqchinlarni telefonda gaplashish uchun ishlatish qiyin. Uning uchun baland ovozda baqirib gapirish kerak. Bo'lmasa ovoz yaxshi eshitilmaydi. Keyin telefon bilan quloqchin o'rtasida mikrofon futbol to'piga o'xshab u yoqdan bu yoqqa o'tib qaytadi. Telefonda gaplashganda mikrofon bir quloqchinga, bir telefonga o'tadi. Ovozni yarmi uzoqda turgan telefon orqali narigi odamga yetib borsa, ovozni boshqa qismi quloqchin orqali yaqindan yetib boradi. Keyin ovoz sifati, eshitish sifati. Stereo yoki Dolby Atmos ovozida eshitib bo'lmaydi. Ikki tomondan ham bir xil ovoz kelgani uchun musiqa yoki kino faqat miyani ichida yoki miyani orqasida jaranglayotgandek bo'ladi. Keyin kino to'xtab turganda shunchaki ovozsiz bo'lish o'rniga oq shovqin chiqib turadi. Oq shovqin shunchaki hech nima eshitilmayotganida fishillab turgan tovush. Mana bunday. Faqat bu juda past ovozda bo'lgani uchun ba'zi odamlarga sezilmaydi. Keyin yana bu quloqchinlarda narx arzon bo'lishi mumkin, lekin bu quloqchinlarni asramasdan betartib ishlatilsa 3 oygacha chidaydi. Lekin asrab har kun oz-ozdan ishlatilsa va yaxshi joyga qo'ysa 1 yilgacha yetishi mumkin umri. Lekin baribir 3-4 yilga yetmaydi. Bittasi $9, bittasi $11, lekin har yil $10 sotib olindi deylik o'rtacha. 4 yil ichida $40 bo'ladi. $40 birdan qimmat quloqchin sotib olish qimmat tuyulishi mumkin, lekin sifatga ham bog'liqda. 4 yil ichida 4 ta sifatsiz quloqchin olguncha 4 yil ichida bitta xuddi o'sha narxga, umumiy narxga birdaniga sifatli quloqchin olib 4 yil maza qilib ishlatgan yaxshi. Videolardan kim qanaqa xulosa chiqardi? Kommentariya yozib yuboring. Like bosing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Suhrob Kamolov. Xayr.